Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun siz uchun Paxtazor mahallasiga yetib keldik. Bu yerda tayyor yashash uchun hovli topib qo'ydik. Buni to'liq obzorini ko'ramiz. Marhamat. Bu kirib kelish darvozaxonamiz. Bu yerga 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Travertin qilingan. O'ng tarafimizda 4 ta xona, bitta sanuzel mavjud. Hammasi aboy qilingan, yashash uchun tayyor. Hamma jihozlari bilan birga santexnika ishlari qilingan. Bu yerda qo'shimcha yana bitta xonamiz bo'lib, qo'shimcha xonadan chiqqandan keyin mana yashil zonasi, ancha daraxtlar ekilgan. Bu tarafni ko'ramiz. Molxona, o'tin xonasi bor. Seli podvali ham mavjud. 2 ta 3 ta xonasini egallagan. Artsan mavjud, butun mahallaga yetadigan katta artsanlardan. Hovlimizda общий ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonadan kirgandan keyin o'ng tomonimizda sanuzel, hojatxonasi, podvali bor. Podval tepasi общий tapchan qilingan. Bundan to'g'ri o'tib oshxonaga kiriladi. Oshxonaga ham barcha sharoitlar qilingan. Gazdan muammosi yo'q. Oshxonadan to'g'ri o'tib o'tiradigan xona qilsalaringiz ham bo'ladi. To'g'ri mehmonxonaga o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'zgacha gullar mavjud. Bu yerga maktab, bog'cha yaqin, kommunikatsiyada hech qanaqa muammosi yo'q. Bunun narxini $85,000 deyishyapti. Bizda obunachilar kelishib berishadi. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu hovlimizda arentiri Bibixonim to'yxonani orqa tomonida Nilufar bog'chani ro'parasida 2-ko'chada joylashgan.